ertakni aytib beraman. Uni eshitib, kattalar va kichiklar birlashib, bir yoqadan bosh chiqarishsa, ko'p narsaga erishish mumkinligini bilib olasiz. Demak, bu ertakka yaxshilab quloq solinglar. Qadim zamonlarda yashagan chol mazza qilib yeyish uchun tomorqasiga sho'rg'oq ekibdi. Uni mehr bilan yerga qarab, unga shunday debdi: "Sho'rg'omjon, sho'rg'omjon, katta bo'lib o's, baquvvat bo'lib o's." Cholning istagi amalga oshib, vaqt o'tgach, sho'rg'om chingolg'om pishganini bilib, hosilni yig'ib olmoqchi bo'libdi. U sho'rg'omni bandidan ushlab rosa tortibdi. Tortaveribdi. Ammo sira sug'ura olmabdi. Chol nima qilishini bilmay, boshi qotib turganda birdan kampirini yordamga chaqirish xayoliga kelibdi. Kampir! O kampir! Menga qarashib bor. Mana bu sho'rg'omni birgalashib tortib olaylik. Ketyapman chol. Hozir yordam beraman. Kampir ham hayallamay yugurib kelib cholning belidan tutdi. Chol sho'rg'omning bargidan ushlab, ikkovlashib torta boshlashibdi. Tortishibdi. Sho'rg'omni hech chiqara olisholmabdi. Rosa qora terga botishibdi. Shunda kampir yordamga nabirasini chaqiribdi. Voy, buni o'zimiz chiqarib bo'lmaymiz chol. Bizga yana yordam kerak. O'zimizni kuchimiz yetmaydigan ko'rinadi. Nabiramizni chaqiray. Hay, Nabirajon, bu yoqqa kel. Bizga yordam ber. Ketyapman, buvijon. Bu chaqirishi bilan nabira qiz ham yugurib kelibdi. U buvisining belidan ushlabdi. Kampir cholni, chol sho'rg'omni ushlabdi. Ular baravariga sho'rg'omni torta boshlashibdi. Tortishibdi. Lekin sira sho'rg'omni chiqara olisholmabdi. Shunda nabira kuchugini yordamga chaqira boshlabdi. Bobojon, buvijon, sho'rg'omni o'zimiz chiqara olmaymiz. Bizga yana yordamchi kerak. Kuchugimni chaqiraman. Kuchukcha. Bor yonimizga. Bizga sho'rg'omni tortishib yubor. Hop. Nima yordam? Qayerga boray? Hop. Chaqqon kuchukcha ham bir zumda yugurib kelib, nabiraning etagini tishlabdi. Nabirasi kampirning belidan tutdi. Kampir cholni, chol esa sho'rg'omni ushlab, zo'r berib torta boshlashibdi. To'rtalasi sho'rg'omni tortishibdi. Ammo kuchlari yetmay, sho'rg'omni chiqara olisholmabdi. Shunda kuchukvoy tilga kiribdi. Hop. Sho'rg'om yerga mustahkam o'rnashib olibdi. Kuchimiz kamlik qilyapti. Hop. Men yordamga mushukni chaqiray. Usiz uddalay olmaymiz. Hop. Hoy mushuk, tezroq kel. Sho'rg'omni tortamiz. Qani bo'l. Hop. Qo'ldan kelgancha yordam beraman. Yumshoq
yangi mushuk yugurib kelib kuchukni ushlabdi. Kuchuk nabira kampirni, kampir cholni, chol esa sholg'omni ushlab tortishibdi. Ammo baribir kuchlari yetmay uni yerdan chiqara olisholmabdi. Shunday debdi: Do'stlarim, bu ishni sichqonsiz uddalay olmaymiz. Sichqonni ham chaqirish kerak. Sichqon, yugur bu yoqqa. Bizga yordamlash. Miau. Keldim. Hammamiz birga tortamiz. Sholg'omni chiqaramiz. Sichqon mushukni, mushuk kuchukni, kuchuk nabirani, nabira esa kampirni, kampir cholni, chol esa sholg'omni ushlab tortishibdi va nihoyat katta sholg'omni chiqarib olishdan mazzali taomlar tayyorlab beribdi va hammalari uni birgalikda baham ko'rishibdi. Albatta, chunki bunda har birlarining hissalari bor edi. Ular bir yoqadan bosh chiqarib bu vazifani uddalashgan edi.